أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال وبالتعاطي بالسوسة qandaq so'zlar bilan kutidi degan masalada to'xtalgan. Hanifiy mazhabning qarashida ilm setim, soda, o'tgan zaman fe'llari bilan kutidi. Yana so'z bo'lmasimi, oldim, satdim degan so'zsiz amaliy harakat bilan ilib berish bilan kutidi deydi. Bir taati degan shu. Taata degan bir narsani berib, bir narsani og'irlikni ko'rsatdi. O'zaro ilib berishgan. Lekin so'z yo'q buningda. Ba'zida bir tarafdan so'z bo'lishi mumkin, bir tarafdan sharkatlan bo'lishi mumkin. Nandim bizda baslar deb pulni basa, gap qilmay pulni olib nanni berib qilishi mumkin. Bu taati. Va bit taati degani va yanaqidul bay'u bil ijabi wal qabuli va bit taati demak. So'z bo'lsin, so'z bo'lmasimi, rozilikni ifodalaydigan sharkat bo'lsa, shuni bilan vujud chiqadi. Chunki ijab va qabul bu so'zlar aslida nimaning belgisidir? Ko'ngildagi razıqning belgisi. Razıq bo'lsa, bu so'zga muojat yo'q demakchi. Yani bu mazhabda bu bay'at taati, bay'al muravada deb aytilgan ekan. Muravada. Lekin shu bay'at taati yoki al muata deb shu so'z bilan mashhur. Undan keyin bu taati nimaga tayinli? Dalalatul hal yoki amaliy ahvoldan ko'rinib turgan razıqni tayinlagan. وبالتعاطي في الأشياء الخسيسة والنفيسة أعظم ناسل olsun, قمة ناسل olsun, hem de gap sözsüz şirketi olan sosyete kılvetse sosyete hesap. نص عليه محمد رحمه الله لأنه يدل على الرضا المقصود من الإيجاب والقبول. Şirket amaliy ahvoli ijab va qabuldan maqsad qilingan razılıqqa ifodalaydigan bo'lg'achqa ijab va qabulga ehtiyoj bo'lmadi. Shu razıq topilgan ekan hisob bo'laverdi. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an tiradin minkum. Ay razıq bo'lsa bo'ldi degan bo'lg'achqa gap so'zga ehtiyoj yo'q buningda. Bu Hanifiy mazhabiningki hisob qilgan qarash shu. İmam Muhammed Al-Asl degan kitobida Al-Asl yoki Al-Mabsud deb ataladi. Ash kitobida joiz degan ifodalangan. Yani buningda qimmat narsalarda joiz bo'lmaydi, azam bo'lsa joiz bo'ldi deb bunda ayirmagan. Al-Asl yoki Al-Mabsud degan kitobni biz Kutub-ul Zahir rivoyaning birisi dedik. Shunama Al-Jami' as-Saghir, Jami' al-Kabir, Siyar as-Saghir, Siyar al-Kabir, Az-Ziyada, Al-Mabsud faltlarning birisi. Hanifiy mazhabdan qarashiga İmam Muhammed Al-Asl degan kitobida ifodalangan mush qarash vakillik qiladi. Bunda ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Hanifiy mazhabning mush qarashi jumhur ulamolarning qarashi shu. Az narsa olsun, jiq narsa olsun, azam narsa olsun, qimmat narsa olsun, gap so'zsiz bilan so'z qilasi bo'ldi. Masalan, qimmat bir mashinaga bahasini yozib qo'yibdi. 1 million deb bahas qilib qo'ygan bo'lsa, 1 milyondan kan şartlı seri tutulan maşinayı da kessek bulardı. Öy nasıl şunda. Ya gaz torda soğuduklan bolsa şu saçkandan tıkkı bir uçak bassak soğuduk tüken var. Gepsiz ketmedi onda. Hadi Hanifiy mazhabının muş qarışı, cumhurning qarışı hozirgi bizning davrimizda bundan keyingi bo'lgan taraqqiyotga nisbatan alayda ilg'or qarashgan. Gap so'z bo'lmasimi so'z qila olsa degan. Hozir shunaqa shu kompyuterda shunda hozir ko'pincha do'konlarda gap so'z ketmaydi. Hatto tanla hozirdami shu barkod bilan to'ntiblan, qo'yman pulda bilan ketavergan gap. Burungi vaqtlarda bunda nima bo'pti? Masalan, 5 tal shaptini do'lab qo'ysa, to'liq o'ltirsa, masalan, bir ko'yda to'lsa, bir ko'yni bilan ilkizdigan, nandan birini, bir ko'yni bilan ilkizdigan bunda ish bo'pti. Hozir bu hamda cho'ng so'zlardami shunda gap so'zsiz qilib o'tirishdi. Al-Asl degan kitob burun 90-yillarda Pokistonda, Karachida besilgan 4-5 qismi. Balki to'liq emas u. Keyin Qatar buni qayta tahqiqlab 4-5 yil ilgari 13 mujallatda besib ketgan.
Nima uchun o'sha Hanafiy mazhab azon bo'lsin, qimmat narsa bo'lsin, gapsiz qilmalam savdo qilasiz hisob bo'ldi dedi. Jumhur shunday qaradi. Chunki savdo sotiq degan lug'atda va shariat istilohda almashtirishdan iborat. Almashtirish degan gap so'zsiz shunda almashtirishni vujud chiqadi-ku. Haqiqatul mubadala vujud chiqadi. Gap so'z qilmalam almashtirishmi? Yani aldım sattım degan gap aslida shu almashtirish irodasini ifodalaydigan narsa. Davonkim bu almashtirish azam narsadimi vujud chiqadi, qimmat narsadimi vujud chiqadi demakchi. Shafiy mazhabining qarashida cho'qim aldım sattım degan so'z bo'lishi lozim. So'z bo'lmasa, so'zsiz ilm satim bo'lmaydi. Bu ikkinchi qarash. Va zakara al-Karxi, Abul Hasan al-Karxi, Hanafi mazhabining qarashi mundaqda o'tirib qo'ygan. أنه ينعقد بالتعاطي في الأشياء الخسيسة فيما جرت به العادة ولا ينعقد مما لم تجري به العادة. Cemiyette adetlengen azam nasilde gap sözsüz so'ydi qilish bo'ladi. Öy mesela, mashina, manda qimmat nasilde gap sözsüz so'ydi qilish bo'lmaydi deb qarang. İkisini ayırgan. Shafiy mazhabida İmam Navaviy, mesela Mutavalli, Akruyani, İbn Suray degandek ulamalar qimmat narsada bo'lmaydi, azam narsada bo'ldi degan. Lekin Shafiy mazhabining qarashi, mazhabga vakillik qilgan qarashi azam narsada bo'lmaydi. Yani o xasisa va nafisa deb ayirdi. Karxining qarashi bo'yicha deyli, ayirdi. Ayirganda qancha qimmatli bo'lsa xasisa bo'ldi, qancha qimmatli bo'lsa nafisi bo'ldi. Ba'zi ulamalar o'g'ilsa, qo'lni kesilgan qimmatli narsa bo'lsa nafisi bo'ldi, uning to'ni xasisa bo'ldi deb ayirgan. 10 دراهم deymiz-ku. La qat'a fi aqall min thaman al-mijan. Thaman al-mijan 10 دراهم. 10 tanga desek, 10 tanga mesela 50 koy, manchi pulda biksak, shundan to'n narsada gap so'zsiz savdo qilsa bo'ldi degan. Lekin Hanafiy mazhabidagi Karxining qarashi bo'yicha azam narsa nima desa, asos qarashda odatdagi bir azam narsalar, masalan, bijtanul non, bir bilat masalan. Shunday bir narsalarda gap so'zsiz savdo qilsa bo'ldi. Qimmatliroq narsa bo'lsa bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Shafiy mazhabga vakillik qilgan qarashda, yoki Imom Shafiy bo'lmaydi degan. So'z bo'lishi lozim. Allohunda Imom Shafiy Misrda so'zlami dediğimiz İmam Shafi'ning mazhabi bo'yicha ish qilish mumkin bo'lmagan ekan, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining ilg'or qarashini tanlab ish qilgan ekan. Bu endi lisanul hal nimasi bilan roziliqni ifodalash usulidan bo'lgan narsa. Masalan, shoirning degan bo'yicha wala inna taqtu bi shukri birrika mufsihan falisanu hali bishikayati antaqu. Juljo kimiki kelib Müslümanca yaxshilik qilganlar deb bunda tuğanlıqqa nima demoqchi yordam qilsa degan. Bu endi urf odat bu roziliqni bu shaklda ifodalashni ko'rsatadi demoqchi. Urf odat shunda. Gizlatgan odam bo'lsa keliblan bir ko'yni qo'yib qo'ydim, gizimizni shartni sug'urib ketaveramiz, oldin satdim demaymiz. Shunday narsa emanchi. Urf odat shuni ijab al qabulning o'rnida rozilik ifodalaydiganga qilayotgan demoqchi. Maliki ulamalarning qarashi shu, jumhur ulamalarning qarashi shu. Mesela İmam Dusuqi Maliki mazhabidagi ulamalardan Hashat Dusuqi deb mashhur kitobi bor. Hashat Dusuqi al-Sharh al-Kabir deyman. Dirdirning Sharh al-Kabirninki hashiyasi. Shunda yanaqidul bay'u bima yadullu ala ar-rida urfan sawa'un dalla lughatan aw la min qawlin aw kitabatin aw isharatin minhuma aw min ahadihima. Bundan razılıkni ifade qilgan qanday bir şirket olsa bo'ldi demoqchi. Mana nayt ilg'or qarash. Karxini biz Abu Hasan Karxini tarjimonini bayon qilib qo'ygan. Qala walau qala bi'ni faqala bi'tu aw qala ishtari minni faqala ishtaraytu la yan'aqidu hatta yaqula ishtaraytu aw bi'tu li'anna qawluhu bi'ni wa ishtari laysa bi'ijabin wa inma huwa amrun. Birisiga "Mana sasla" dedi. Desa, "Sattım" dedi. Yoki "Mendan setib olasiz" desa, "Setib oldim" dedi. Buni ular savdo bitmaydi. Taki dastlabda so'z qilgan kishi yana bir qabul qilib o'tmasa, hisob bo'lmaydi dedi. Mesela ishtari minni desa, faqal ishtaraytu. Walau qala bi'ni, "Mana sasla" bi'tu dedi. Shunama, bi'ni degani setib oldim deganni ifodalaydi. Bi'tu degan ekan, hozir yenidan bi'tu degan bir ijob keldi.
kelgandan keyin anda dastlabki bi'ni degan odam ishtaraytu desa, anda bi'tuga ishtaraytu kirib bilan bog'langan gap. Ammo bi'ni bilan bi'tu ikkisi bog'lanmaydi deydi. İkinci misalda işlerimni mendan setib olsizlar dedi. Setib oldim dedi. Anda üçüncü qatımda bu setib olsizlar degan odam ha satdim demasa hisob bo'lmaydi. Yana qavluhu bi'ni va ishtari, chunki mansasla mendan setib olsizlar degan so'zi laysa bi ijab, bu ijab emas. Va innama hu amrun, bu bir taklif yoki buyruq. Fa iza qala bi'tu aw ishtaraytu faqad wujida shatrul aqd. İkinci kişi bi'tu aw ishtaraytu desa, bu to'xtamniki yerimi vujudga chiqqan bo'ldimi shundan. Fala budda min wujudil akhari liyatimma. Nonken ikinci bir yerimi bo'lmasa to'liq bo'lmaydi. Yani ikinci şahs birinci adam bi'ni ishtarmanni degandan keyin bi'tu aw ishtaraytu desa, mush bi'tu aw ishtaraytu degan so'zi al-ijab bo'ldi. Qabul yo'q. Burunqi bi'ni aw ishtarmanni degan qabul emas. Yoki u ijab ma qabul emas. Faqat mush ijab ikinci adamdan o'tirib chiqdi, hamda adasakadan taklif qilgan kishi qabul qilsa, ondan tutadi dedi. Hanifi mazhabdan qarashi shunda. Jumhur ulamolar ikinci kişi bi'tu yoki ishtaraytu desa, so'z tutib dedi. Bi'ni degan so'zda ishtaraytu o'rni ishlatilmaydi deb so'raydi. Nasibdagi gaplar ishtaraytuga mana shu o'xshashmaydi. Bi'ni degan so'z ishtaraytu deganning o'rnida turmaydi. Bi'ni degan mana biz setib bo'lsalar, yana bir taklif. U odam bi'tu desa, satdim dedimi? Endi bu bi'ni degan birinchi odam qilib, ishtaraytu desa, ondan bog'lashadi deydi. Fa iza qala deganki, ma'lum ikinci shaxs bo'ldaysan. Bi'tu va ishtaraytu degan. Fa iza qala yani ikinci shaxs bi'tu aw ishtaraytu desa, bu endi ijab o'tirishdi. Endi ikinci adam setib oldim ya satdim deb qabulni o'tirib qo'yishi lozim. Tushunish bo'ldimi? Ma ishtarminni desa, ishtaraytu degan yaqinni yana biridan bi'tu desa, u vaqtimizdan aslan ma kitobni mendan setib olsizlar dedilar. Men setib oldim, ma'qul dedim. Ani sil qilib, satdim deyishlar lozim. Satdim demasizlar, bu so'z bitmaydi. Sizlar burun mendan setib olsizlar degan so'zni satdim deganning o'rniga qo'ymaymiz. Jumhur ulamolar satdimning o'rnida turdi. Hem şu söz meselesinde, icab ve kabul sözleri meselesinde ötken zaman fiiller bilen bolsa bunda hiç qanday ixtilof yo'q. Bütün ulamalar o'tirdi, bi'tu va ishtaraytu degandek so'z bilan sodiq qilsa, so'z tutilganligida ixtilof yo'q. Yana mudari fe'l bo'lib qolsa, mudarani ishlatdimiz. Abi'uka degandek. Mudari degan holni bildirdi, mustaqbalni bildirdi. Ehtimollik bor-ku. Bu ehtimollikni qanda hukmas, qilmasa so'z bitmaydi. Agar holni iroda qildi degan bir qarina bo'lib qolsa, bu joyda so'da mudari bilan bitadi. Masalan, abi'uka al-an deb qolsa, ishtiraytu desa bitdi. Abi'uka degan fe'l mudari bilan. Chunki al-an degan bir qarina bor. Hozirni maqsad qildim demoqchi. Yoki amaliy ahvoldan bir qarina bo'lib qolsa, mesela şu bir cütün adamları sosyetinin aslında müdarip havlilan tuturduğun yani adet olup gidip kalsa o delaletil halilen soğudunu tuturutuşunu maksat tuttu deyimiz. Uçağı soğudu tutken buldu. Sual koyaplı mukbasa soğudu icabı kabul bulandı mummundu. Bulmaydı. Bana satamla hep soğusa sattım mısın soğudu tutmaydı. Kim bu adam? Aldım deyişler. Ancak kelecekni aniq ifodalab qo'ygan mudari bo'lsa, uni bilan tutmaydi. Sawfa abi'uka, sa'abi'uka degandek yoki atlatun sitbrama degandek bunday so'z bilan tutmaydi. Ana buyruq qilib qolsa, masalan, bi'ni aw ishtarminni deganda bunda ixtilof bor. Hanifi mazhabning qarashini va kitobda bayon qildi. Bi'ni deb qolsa, qanday bo'lsa bo'lmaydi. Bu yo'q hisobda. Keyin cho'qim bundan bir ijab va qabulning bir chiqishi lozim. Bu Hanifi mazhabının karşı Hanbali mazhabının bir rivayet bu. Bundan şu bunda sözü işletken takdirde karşı taraf aldı ve sattım dese, dastlabki taklif bergan kishi qayta bir
ifade bildiriş lazım. Cumhur ulamalar bi'ni dese, bi'tuke dese kütüpüdü de. Üçüncü bir sözüne ifadeleş gerek emas. Çünkü bu razılıkını ifade buldu. Elbette فَلَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْآخَرِ لِيَتِمَّ. Bu buyruk kili çekli ifadelerin sözü olacak, bir teklif olacak. Şu buyrukның ordunuğa yani bir icabı kabul travers bir toxtamın yeri mi, dessimese bu vücut çıkmaydı o. Vücudul ahar eşşatrul ahar yani el-kabul. Bi'ni dese, bi'tuke dese, bi'tuke degen söz icab oldu. Endi el-ahar yani kabul, iştiraytu degen kabul bo'lishi lozim. Vaqila ya ajizroq bir qarashda o'tmazatga idza nawal ijaba fil hali in'aqada al-bay'u wa illa fala. Ay bilafz al-amr bi'ni degandan hozirlam musodin puturtay deb niyat qilib qolsa sodi puturdi. Bu nimga o'xshaydi? Xuddi bu bir necha ehtimollik so'z. Bu bir necha ehtimollik so'zni qaysi maqsad qilding deb biz so'rab qolsak, kinoyati talab o'xshash. Men asodni tutirishni niyat qilgan desa, bi'ni degan so'zi ijob bo'lib ketadi. Ma o ajiz tarashni gapini bilmazatki. İlgirikisi ise bulmaydı olsun ama yani Hanefi mazhabının mezhep qarashida bi'ni degan so'z bilan so'da tutmaydi. Çünkü buyruq degan kelichakka xos ishlatilgan so'z. Xuddi masalan savfa abi'uka degan bilan o'xshash. Yani ikkinchi qarash, ajizroq qarash, men ijobni niyat qilgan, inshaalloh so'zni tutirtay deb, "Alloh, asla mana setpaslar" degandim deb qolsa, bu ikkinchi qarashda bu odamning niyati bo'yicha qilmaymiz deb, shu ijob bo'ldi deydi ekan. Va illa fala, agar niyat qilmagan bo'lsa, so'z tutmagan bo'ldi. Va ala hada mushun asosan abi'uka. Mushunga o'xshash degani abi'uka mudari bo'lib qolsa, abi'uka hadal abd aw u'tikahu deb qolsa, bu mudari bo'ldi ama al mudari amirga o'xshash demakchi va ala hada. Fa yaqulu al-akharu ashtarihi. Bu ikkinchi odamni mudari fe'li bilan ifodalabdi. Ashtari deb, ishtaraytu demakda. أو أقبله أو أخذه إن نوى صحة وإلا فلا. وعلى هذا degan mush qarashga asosan fi'l amr kelichakni ifodalaydigan turg'uliq niyat bilan so'zni tutiradigan bir ijob o'rin turgan bo'lsa fi'l mudari degan mudari kelichakni ifodalaysa holni ifodalaydigan bir tarafi bo'lg'achqa albatta niyat qilib qolsa so'zni tutiradigan ijob bo'ldi deydi. Va illa niyat qilmagan holda hisob bo'lmaydi. Bu endi qiyla degan ikkinchi qarashning tafsiloti. Yani degan ayollar so'da chiqilmaydi deymiz. Hozir xuzga bilan chiqib chiqsin taqoq Ben ikki qarash hozir. Yani bu mazhab qarashida bunlar ijob hisob bo'lmaydi. Fe'l amr bilan yoki fe'l mudari' bis-sin bi-sawfa bo'lib qolsa hisob bo'lmaydi. İkinci qarashda men hozir so'zni tutirishni niyat qilgandim deb turib olsa hisob bo'lib degan. Davomda ikki qarash bor. Birisi fe'l amr bilan so'zni tutadi, birisi so'zni tutmaydi. Yani bu mazhabning qarashi so'zni tutmaydi degan. Qala va idza awjaba ahaduhuma al-bay'a fal-akharu bil-khiyari. Biraylan dastlabki ifodasi bildida ijob sodir bo'ldi buningdan. Bi'tuka yoki ishtaraytu minka degandek anda so'zni qildi. Avjaba degan shu. Fal akhir bil khiyar. Bu ijobni sodir qilib qo'ygandan keyin qarish taraf ixtiyoriy. Xolisa insha'a qabila, xolisa qabul qiladi. Va insha'a radda. Xolisa amma qaytiradi. Gap so'z qilmasa amma bo'ldi. Yoki ammayman desin bo'ldi. Yana muhayyarun g'ayru mujbarin. Chunki bu ixtiyoriy kishi, zo'rlangan kishi emas. Fayaqtaru ayyahuma sha. Shuna xalqini tanlaydi. Ya sodiqliman deydi, ya sodiqmayman deydi. Va hada xiyarul qabul. Bu ikkinchi shaxsniki qabul qilish qilmaslik ixtiyori. Shu berilgan ixtiyorlik bor, ixtiyorlik haqqi bor. Va yamtaddu fil majlis lil hajati ila at-tafakkuri wat tarawwi. Yani ba'zi so'z satqunda o'ylanib, dansab taqib, o'zini to'xtatib,
andan qilishga ehtiyoj bo'lg'achqa, shu so'rindan qolib ketmagan yoki boshqa ish bilan mashg'ullanib bu so'rini rad qilganini ifodalaydigan bir narsa sodir bo'lmasa, so'rin davomlashgancha bu kishiningki shu so'zni qabul qilish, yaratish huquqi qildi bo'ldi. Masalan, men uy so'zini qillar deb o'ttirdik. O'tirib, uyni nashbilganlar, mana shuni satay deb taklif bergan bo'lsa, o'tirib o'ylanib ketdi. U odam o'tadi. 1 soat o'tsa, buni qabul qilish haqqi bor. Bu qabul qilib qo'ysa, bu kishining bu yaxshi bo'lmagan bo'ldi deb rad qilish haqqi bor. Tabi bu so'zda tutmagan. Wal majlisu jami'un lil mutafarriqat. Bir so'rin, bir o'tirish so'rini, shu so'rindagi gap so'zni birga bog'laydigan, tutashtiradigan narsa. Wa yabtulu bima yabtulu bihi khiyarul mukhayyarati li'annahu yadullu 'ala al-arad. Baş kishining bergan taklifi, men sizga uyni mana shuni sotdim degandek bir taklif, qachon bekor olib keldi, qachon yo'q hisobda bo'ldi. Ikki tarafning birisi shu so'zni rad qiladigan bir ifoda bo'lib qolsa, yo qo'yib ketsa, yoki bu so'zni shaqab qolsin desa, yoki mag'ibni qo'yib turib biz boshqa gapni qilishaylik deb boshqa yutkilib ketsa, u taklif bo'lmaganda. 1 soatdan keyin bayatın sınırındayken, 1 saat bir o'tgan çalıştılar. Uyni sattı degan oldim desa, ya, uni qayta edici şeyler degan. Xiyarul mukhayyara degan iri ixtiyorlikni bergan ayol. Mesela ayolga ixtari nafsaki der, ayol ayrılışını talep qilgan taqdirda, shuni qaror qilgan talab qilib ketsin deb niyat qilsa, bu shu qaytli bilan bu shunday deyilgan bo'lsa, shu so'rindan bu ayol qach ashxonaga chiqiblam tamoq tutishib ketdi masalan. Ya qiliblam onasi telefon qilib ishni qildi, yoki qilib namoz o'qidi masalan. Ular qilgan bo'lsa, men o'tishni xohlayman, ayrılishni xohlamayman deb uni rad qilgan bo'ldim. Jim o'tirib hech qanday qilmay o'tdasa 1 soat o'tdasimi o'yinni o'tkazdi. 1 soatdan keyin men ayrılishni tanlayman deb qolsa talab qo'ydi. Shuni o'xshash. Shu xitozni olishni tanlamsa o'zining ixtiyori deb qo'yib berilgan ayol shu so'rindan qanday qilsa buni rad qilib qo'yib ketgan bo'ldi desak, mushu ilm sitim so'rdisimi, gapni o'yang'i bu yoqqa atkazsa yo qo'yib ketsa, mushu masalani zaten o'zi xalmaydiganlikqa, so'zni tutkizmaydigan ifodadan bir sharkat bo'lib qolsa, shundan oyoqlashdi deymiz. Li'annahu yadullu 'ala al-i'rad. Chunki bu so'zni xalmaydiganligini bildirdi. U ayolning taloqni xalmaydiganligini ko'rsatdi. Agar shu ayol men ajrishni talab qilaman desa shu chog'da taloq bayindan bir so'z uzil-kesil ajraydi. Keyin yarashmoqchi bo'lsa qayta nikoh o'qish lozim. 3-taloq bo'lmagan taqdirda. O ixtiyorlikni berganlikdan keyin munosabatingizni meylana o'zingiz tanlang desa, ajrashma desa, lekin erkishlardan bu gap chiqmasa, bu Alloh taolo erkishiga tutqizgan shu huquq tursa, bu o'ziga tutanmay, xotini tutqizib qo'ysa, xotini taloq qiladigan bo'ldi. O kishini taloq qilish bu huquqni tutishni xalmidim degan bo'ldim. 3 taloqni qilgan ba'dimsan. Ya 3 taloqdan mazatda bo'lmaydi. Bir taloq shuda deydi. Mush ixtiyoriy nafsaki desa. Ba'in taloq chiqdi, qayta nikohga ehtiyoji bor. Taloq ba'in baynuna so'g'ra. Agar mush 3-chi qatim bo'lgan bo'lsa, baynuna kubra, o'sha hech qanday yo'l yo'q. Shuna unda gapni qilsanmayli. Xatarlagan gapni qilgandan keyin natija xatarlik chiqadi. وللموجب الرجوع لعدم إبطال حق الغير. Dastlabda ma o'yini manshulga aslida taklif bergan kishi, bu kishi qabul qilmagan holatda qarshi qabul qilmabdi. Unda bir narsa sodir bo'lmadi. Shu orliqda yenivasi bo'ldi. Chunki yenivasi bu bir kimga ziyon urish, bir kimning haqqi tajovuz qilish bo'lmagan, o'zi dedi, hech kim ifoda bildirishdan burun o'zi yenivagan bo'ldi. Ham bu axloq taqshirgan narsa emasmi? Degan savol qilib, bayq bo'lgandan keyin yenivasa axloq taqshirdi. Wa laysa lil mushtari al qabulu fil ba'd. Ma huwa yangi masala. Asli yangi abzasdan boshlashi munosabat. Bir narsani deyishdik. Masalan, 1 tonna bug'doy so'zlashdik. Shunami? Yoki 10 taqa bug'doy.
anda so'zlashgan bo'lsak, ya bir darjan ko'nglak, bunda so'zlashgan bo'lsak, bir butun so'zini deyishdi, bir tonnaga manch qilurma, bir darjani manch qil degandan keyin setib olgan kishi, yoki sotgan kishi shunda, sotuvchi ma bir qismini sotama, bir qismini tutib tur desa bo'lmaydi. Bir tonna masalan 200 kilo menda qoladi va 800 kiloni Allah 200 kiloni sotmayman desa bo'lmaydi. Chunki asli deyishda shu bir tonnani so'zlashgan bular. Bir tonnadan 200 kiloni olib qolsa nima uchun bo'lmaydi desa, ba'zi so'dilda ashunda to'liq tutun bo'lsa, undan foydalanadigan, bo'lmasa qachon bironas foydalanmaydigan yoki sotilmaydigan ahvol bor. Ba'zan ko'nglakni bir darjan desak, uning cho'ng numeri bo'ldi, kichik numeri bo'ldi. Cho'ng numerning hamini yoki o'tir numerning hamini yig'ilib, cho'ng numeri bilan kichik numeri yig'ilib ma'nolar desa bo'lmaydi. Yoki ba'zi narsalar bo'lsa, rang masalasi bor. Yağlıqni hamma qizilni tanlab, qarasini, eqini o'zlari qarshi ma'no bo'lmaydi. Satqishim shunda obdin o'zab qilib, ma'no masala desa bo'lmaydi. Bir qurur kiyim deymiz. 3 parcha bo'lishi mumkin, 2 parcha bo'lsa, ba'zi 4 parcha bo'lishi mumkin. Uni bir parchasini olib qilib, majlisini olib qolay, yo yo'qisini olib qolay, ma islom desa bir qurur bo'lmasa satqilmaydi. Mushtarimi bir qismi olama, bir qismi qolib qoldi desa bo'lmaydi. Satqishimi bir qismini olib qolaman, qolgan Allah deb turasi bo'lmaydi. Li'annahu tafriqus safaqati va annahu dararun bil bay'. Mushtari yerimini olama, bir qismini olmayman degan taqdirda sotqichi ziyon, do'konchi bir qismi menda qoladi, bir qismi men sotaman deb turasa, o'chi ziyon. Fa inna min 'adati at-tujjari damma ar-radi'i ila al-jayyid fil bay' li tarwij ar-radi'. Nacharraqini ubbarraqi aralashtirib birga sotmasa sotamaydigan ahvollar bor. Ya radi desak masalan shunda bütün bedellari bo'lmasa, bütün numarlari bo'lmasa sotamaydigan ahvol. Falau sahhat tafriqu yazulu al-jayyidu an mulkihi fayabqa ar-radi'u fayatadarraru bidhalik. Agar xoliqini olaman deb qolsa, ya do'konchimi xoliqini sotama, xoliqini menda qildi, o'zim olib qolaman deb qolsa, o'chada tarafning birisi ziyonga uchraydi. وكذلك المشتري يرغب في الجميع. Shundaqla setuvchi hammani biraqlab olaman desa, do'konchi qo'pba foyda farraqal bay'u safqata alayhi yatadarrar. Do'konchi ma'udraq bir qismini ma'qul qilma, nacharroqni siz olasiz yoki bir qismini olasiz, bir qismini olib qolaman desa, xarida ziyon uchrab ketadi. Qala wa ayyuhuma qama qabla al-qabul batala al-ijab. İki tarafning biri qabul qilishdan burun o'rnidan turib ketsa, birinchi bergan taklif ijob bekor bo'ladi. Bu ijobni qabul qilmagan bo'ldi, rad qilib qo'yib ketgan bo'ldi. Li'annahu yadullu 'ala al-i'rad, rad qilganlikni bildiradigan bo'lg'achqa. Va adam ar-rida, rozi emasman deganni bildiradigan bo'lg'achqa. Va lahu dalik, uning haqqi xos qo'yib ketsa bo'ldi. Sen javobni qo'yib ketding deb, chuqur ilishing lozimda. Ya ammayman deyishing lozim deb zo'rlashaq yo'q. Va shatrul 'aqd la yatawaqqafu 'ala qabul al-g'aib. Ash to'xtamninki yerimi, ash ijob bag'o, shu yerim shu. Bu so'rinda yo'q odamninki qabul qilishini qarashlik emas. Ya'ni uni kutib turgan gap yo'q. Hozir masalan so'rin deydi, "Meni mana shu satdim sizga" deb taklif qildi. Lekin bu kishi qubab so'rindan chiqatdi. Chiqatgan ekan, bu so'rin yo'q odamning qachon javob berdi, uni saqlab turishmi? Saqlab turilmaydi. Lekin shu so'rin ba'dan bo'lsa-da saqlab turish bor. Saqlab tursa bo'ldi. Lekin xolsa saqlab turmay, baytin satdim degan, masalan, taklifin bekor desa bo'ldi. Lekin sirqish ketganini saqlab turish ajizsiz. Boshqa so'zlasi Bulardi. Davonken ikkinchi kishi qabul qilmagan ekan, bu dastlabki taklifga ijobni sodir qilgan kishining uni kutib turish majburiyati bo'ldi ketdi. Kaman qala bi'tu min fulanin al-ghaib. Endi bu so'rin ketgan ekan, g'oyib bo'lgan bu. Endi g'oyib bo'lgan ekan, biz g'oyib bir odamga qiyos qilib o'qishib turib, bu ish tutmaydi deymiz. Masalan, qiyos qilsak, kaman qala bi'tu min fulanin al-g'aibi. Namaz so'rindi yo'q, faloniga satdim dedi. Uyamni bu so'rindi yo'q bir odamning ismida falona xunga manshulu satdim dedi. Fa balaghahu. Mushti to'taldan birse shu gapni shu odamga yetkazibdi.
Lekin satdim degan adam bir adamni ataytin elchi qilib, falana xon sil berib, falana dislar, men o'yamni uni satdim deb elchi qilib yotmadi yoki maktub yo'llamadi. Mesha turiblam shu gapni qilsa bir aylandan anglabdi. Faqabila anlagandan keyin qabul qilibdi. Qabul qilsa la yanaqidu. Bu so'zni tutmaydi dedi. Chunki uningki satdim degan so'zi bu qabul qilgan qadar bunda saqlab turmaydi. Bo'lishicha da'vo ketdi. Aldığı adam yok olanı ki mas'ulun. İlla idâ kâne faqatla maktub yo'lgan bo'lsa, ev risale yoki elchi etgan bo'lsa, risale degan elchi adami. Nada biz hozir risale deganda xat emas, maktub emas. Kitob deganda shu maktub. Risale degan elchi. Kitob degan maktub yozib, o'zlarga falon o'yini manch pulga satdim, qabul qilsizlar, asla degandek yozib biraylarga iversa, şu mektup tekken çağda şunda eşip okulan şu sorunun üzerinde aldım dese buldu. O çağda aldım demey başka kişiler meşgul olsa şu sorunda teklif verse başka kişiler meşgul olup i'rad kılgan buldu gitti. Ya telefonumda udul üzülen sözleşken bilen bir sorunda oturup sözleşken dekiş. Üzülen sözleşken. Yani yok adamınki qabul qilishini saqlab kutib turmaydi. Shu gapni qilganchalik odam bu yerda yo'q. Yo'q bo'lgandan keyin u havoga deyilib o so'z havodan shundasta yo'qolib ketgan bo'ldi. Bir narsaga gachida bog'lanmasin ama adam maktub yozib iversak yoki bir elchini iversak şu elçi şuna apagançadı bu xat şuna yoki elçilik şuna bağgançadı odamlar kurashgan sorun şu icabını teklifini bergen sorun şu. Şu çağda ha aldımsa qatçı bağlandı, so'di bitti. O çağda rad qildi, so'di. Yani asli sorunni biz shunda suzab elchi kelgan va şu adamning qo'liga tekkan sorun qadar suzab akib turibmiz. Şu sorunda ha desa tutgan bo'ldi. Bo'lmasa tutmaydi. Aslında icab iniq bo'lish lozim. Fayu'tabaru majlisu bulug'il kitabi va ada risala. Nolken qaysi majlis hisobsa ash g'oyib odamning qishig'a borgan elchi yoki maktub ash kishiga yetib qolsa, shu yetib qolgan sorun asli ijobni o'tirib qo'ygan sorun shu hisob bo'ldi deydi. Shu sorunda qabul qildi, munosabat qilsa bo'lib ketdi. Va ala hada ijara. İcarımı muşunga o'xshash bo'ldi. Yo'q adam emas, falonga mush uyamni ijaraga manch pulga berdim desa, munosabatsiz bir bola o sizga munda dedi desa, qabul qilinsa bekor. Chunki ijab saqlab turmaydi. Lekin biraylarni evatib, ya maktub yo'llab, ya mesaj yo'llab, telefonda xat yo'llab, nurg'anki shu xat skript filanda kelganligini aytib, açmışsanız, bir gün açmakta o meclis emas. Açkan şu sorunda geçidim kıysa hesap oldu. Elçi verse şu elçi falanı silge öyüne mançmalı icari gibi de dese, kabul kıldım dese hesap oldu. Evet, kim elçi ayak verip kabul kıldım, tep olsun böyle yine ben kendim elçi ayaklarım olsa Allah'ın hesap olur. Onda tepsilat var. Hayır bu şu öyünün ilgisi, yani malının ilgisinin sözü hesap edilen qarash şu jallık çıkıdı. Eğer vekil qilgan bo'lsa, elchi emas, vekil qilgan bo'lsa, bu yeni vasımı vekilning gibi yana hisoblab ketdi. Taki vekilni amaldan qoldirib, uning ishini to'rmizlab to'xtatmoqchi. Bo'lmasa vekilning so'zi hisoblab ketdi. Lekin elchi masalasida shu ilgisining, malligisining hisoblab ketdi. Bu masala chiqishi mumkin. Val kitaba degan mukataba to'xtami. Fakatibuhum in alimtum fihim khayra. Qul bilan to'xtamlashib, manchak muddatda manch pul mantab akab bersa, qulim huruldi deb, endi bir to'xtamlashmoqchi bo'lsa, puli bir yerda, xo'jayin bir yerda ekan. Bo'lmasam birisi elchi orqali yoki yezib, endi iversa ikki tarafning birisi. Shu elchi maktub bergan sorunda qarshi taraf qabul qilsa hisob qildi. Va nikah shunda dedi. Mesela bir ayol men o'zimni faloni nikohlab berdim dedi. O'g'jam bu sorun yo'q. Yigit bu sorun yo'q. Ayda degan bo'lsa yoki erlar o'tirib men faloni xonimni nikohlab oldim dedi.
Bu hanım yok bu sorunda. Ve aş ikki tarafga şu xabar bağlandan keyin şu xabar bağlan çağda aşında münasebsiz bir adamdan anlap qalsa aldım taydım desini hesaplamaz. Lekin bir elçi vətit şu elçi yoki maktub yo'llab şu maktub bağlan sorunda qarshi taraf aldım ya taydima ul qildim desa nikah olib ketdi. Hibe mushunda hibe yahtacul qabul desak qabul qilish lozim. Chunki bu nima uchun? Bu minnat. Sizlar masalan ba'zi bir sizga yoqtirmaydigan ba'zilarni qilib sizga ehtiyojing bo'lgancha pullarsa yo doktorxonaning pulini to'lasa ko'tar deyish mumkin. Shundaymi ya? Bundan bu qabulga ehtiyoj bo'lgan ekan, falan yani bir vattam deb bir odamni uyatib qolsa, sizga uni bir vatda desa, qabul qilmayman desa ketdi. Bu qabul qilaysa shu joyda hisob. Bunday. Yani 3 ta narsa dedi. Lekin ba'zi masalalarda bunday emas. Şu bir so'zni qilib qolsak, o'sha biraylar anlatlam yetkizsa hisob bo'lib ketdi. Ba'zi qulni azod qilgan holda falani qulim azod dedi. U qul yer yo'qkan, voy, ya biraylar xabar qilsa qul azod dedi. Shu so'zlar bilan azod qilib ketdi. Yani masalan ma'qul qul adaylar qul masalasida munosabatsiz bir odam yetkizsa-mu hisob bo'ladi. Yani ba'zi masalalar hisob bo'lgan. Bazı meseleler elçi berip icab ve kabul ayında bağlaşmış bulunmadan mesele. Ya da icab ve kabul bağlaşmış bulunmadan meselelerden tütüne mesele kılıp ekeldi. Nima uchun ise bu hammasi haqda muavada. Haqda muavada. Bir qarshilik meselesi bor. Hiba deganda bu qarshilik bo'lishi mumkin. Hiba deganda bu. قال ولو تبايعا وهما يمشيان أو يسيران bular da yo'lda ketib meng'itib paranglashqach so'dlashib meng'ibdi. Bir yerda o'ttamidi? Meng'otdi. Falan o'yamna sizga manshuni satdim degan chaqda bir yerda sotgan ki u odam oldim deyicha 3-4 metr meng'ib bo'lishi mumkin. Illam yafsila bayna kalamayhima bisaktatin inaqada al-bay'. Ikkalan ay gap so'zni o'tirib boshqa bir gap bilan yoki jim bo'lib qolmay aqlillam ulab oldim satdim deyishgan bo'lsa so'zi ketadi. Va in fasala lam yanaqid o'tirsa jimjitlik hukm surib keyin ondan 5-6 qadam bo'lgandan keyin unda oldim desa hisob bo'lmaydi. Hanifi mazhabniki mazhab vakilliklariga qarash shu. Va qala ba'duhum Hanifi mazhabdan ba'zi ulamolar yanqidu ma lam yatafarraqa bil abdan. Bu ishkaylan yo'lda ketib ayrılib ketmaganlar bo'lsa, ay so'dib ketib ketadi. Boshqa gap ketgan bo'lsa, shu yo'lda ketib hamda u yerni manchpulg'isilik satdim desa, o'n qadam bo'lgandan keyin oldim desa, majlis o'zgarib ketganda, o'tkilab ketganda bir ahvol bor demakchi. Ana ma ikkinchi qarash, bular o'rinda o'tkilab ketgan bo'lsa-mu, kelamninki jismi taqa bir-biridan ayrılib ketmadi. Undan keyin buni bir so'rinda qaraymiz demakchi. Başka ötülüp ketken bolsun. Menvatkan diken şu ötülüp ketsin mayli demek. İşkele ardık etmeyenler bolsa, karanlık ketiyotgan bolsa hesap deyip. Maşinna, mesela burunqula maşinning mesela kiyimining ustida o'tirib, bir uloqqa ishkayla minib mangan bo'lsa, bu chaqda majlis o'zgarib ketgan bo'ldi. Mashina tez ketib qolgan bo'lsa-mu, shu mashinada o'tirib, bir 2 minut qilsa bo'lar. So'dan tutursa hisob bo'ladi. Lekin mangan chaqda bu o'rin xuddi almış ketgan. Burun ashgabni qilgan o'rindan bu odam o'tkazib ketgan bo'ldi. Lekin mashinada ishkan shu mashina ichida bir nimada o'tagandek. Majlis qo'zg'alib ketgandek bir ahvol. Shu men ishni kiyimida mashina o'tirishga o'xshash deb qaramaydi. Val avvalu asah. Hanifi mazhabda ilgari qarash sahihroq. Ikkinchi qarashmo sahih hamda ba'zi işiniz kitaplarda müşkarasına tutkalı bağ demek. Benim mutlaka bir atınca şu söz alıplar, ticaret nasıl başka yapmışlar. Yani şu da farklı kısmı. Ya. O başka yapıyor Türkiye'se menip duruvatkan demez. Bir sorun cim uttasın o teferruq olup gitti. Lekin ma'lum birli ketayotgan bo'lsa, bu so'zning boshqa o'tganmagan bo'lsa, menip ketayotgan bo'lsa
İşte ayrılık etmeyendiken, sözünü başka yere götürmeyendiken hesap oldu dedi. Ha birinci karışta ya bu ürün ötkülüp ketkendiken hesap olmaydı dedi. Qala fa iza wujida al-ijab wal-qabul lazimahuma al-bay'u bila khiyar meclisin. Yani icab bilan qabul ikki tarafdan sodir bo'ldi. Aldım dedi, sattım dedi. Ama yak sattım dedi, yani aldım dedi. İcab vel kabul sadir bo'lgandan keyin lazimahumal bay'u şu soda hazır hesap bo'lib qoldi. Ikkilaydan soda bitdi deb qabul qilish lozim. Bila xiyar meclisin. Şu sorunun o'zida yenilish haqqi yo'q. Masalan, shunda o'tirib, ma telefonni 5000 ko'yga sizga sattım desa, qarshi taraf aldım dedi mana. Aldım degan şu söz shunda chiqqandikilar ijab qabul bo'lib ketdimi? So'z bay tutdi deymiz. Va tijoratchilarning odatida bay qilish bo'lgan gap bor. Hozir bu gaplanmasa kishilar parvo qilmagan bo'lib ketdi. Yig'izdan chiqqan lafzi degan gap bor. Lafzi. Lafzini bunda bir alayda qadrlaydigan ishlatdi. Hozir so'zni qulab biratdan keyin eni oldim deb tattatmay numusmay deydi uni. Eni oldim deyalaydi. Bay degan telefonni oldim sattım dedi. Telefonni o kishiga pulni bunda olmagan holatdan bo'lib bay bitdi bu. Yo'q daga pulni olmagandan musun baka. Söz bayni tutkizadi. Mesela öyle so'disa shunday ish qildi. Öyle so'da qildi. Belki pulun bir kısmını vermez, bir kısmını bankadan pulunu ajratib, kağıt beraymiz, falan çalıp beraydi. Bir 3 günden keyingi kechiktiramdi o. Kechiktirgandan keyin g'atchi bir xaridor kelib, "Men andan chiqroq berma" desa, "Yo'q, bu men endi" dedi. Bu bey tutib qoldi. Hozir bu uy kimning uyi? Sotib oluvchining uyi bu. Bu sotuvchining uyida haqqi yo'q. Yani uning talab qilganini nima oldi ekan? Pulni tezroq berang deb talab qilish haqqi bor. Bu odamning oyini akilan, ochishni akilan deyish haqqi bor. Ammo yenilish haqqi yo'q. Hozir kishilar bu pulni bulanmagan ekan, inson bo'ldi, bunda o'ylab qoldi. Amaliyotda unda emas. Bila xiyar meclis. Hanifi mazhabning qarshida shu sorunda, Hanifi mazhab, Maliki mazhabning qarshida shu sorunda qo'pab ketmagan bo'lsa-mu, oldim sattım deb ig'izdan shunda chiqib qo'ygandikilar yenishga yo'l yo'q. Qachon yo'l bor? 3 ahvolda yo'l bor Hanifi mazhabda. Biri, bir soat kishi maslahat qilib agar yondirib bersam, yondirib berish haqqim bor deb shart qilsa, ba'zi kunlarda bir haftacha yondirib beramiz, almashtirib beramiz deb qo'yilgan. Shu shartul xiyar. Ikkinchisi, agar sotilgan tovarda bir ayt nuqson bo'lib qolsa, bize bir yer buzuq chiqdi, bir ekrani chiqdi masalan. Hozir bu buzuq ekanda yondirib berish haqqi bor. Ve u meclis emas, meclisdan qo'yib ketgan bo'lsa yondirib berish haqqi bor. Uchinchisi, ko'rgan narsani sotib olgan bo'lsa, keyin ko'rgandan keyin boshqacha ko'rinib qolsa, bu chog'da yenilish haqqi bo'ldi. Shu so'rinda yenilish haqqi bo'ldi. Bu imom Abu Hanifa va imom Malik qatorliq fuqaroning qarashi. لأن العقد تم بالإيجاب والقبول لوجود ركنه وشرائطه. هذا biz yuqorida sanıgan beyanın rüknü, şartı degandek narsalarimiz topildi. Va kitob bayon qilgan shartlarimiz to'liq bo'ldi desak, oldim sattım deb shu savdo vujudga chiqqandan keyin savdo bitdi deymiz. Ama masalan shuni sotib olgan bo'lsa, yo bir tomoqni sotib olgan bo'lsa, oldim sattım degandan keyin sizlar shuna to'plam ishlaydigan bo'lsa, tomoqni yetalaylar. Shu o'xshash. Bu sotuvchining mulki bo'lib qoldi. Masalan, qattiq qisab ketgan chog'da do'konning bir şey sunib, pulni berib, pulni pasini yondirib qo'yib, ish qiltiramiz bu. Fa khiyaru ahadihima al-fasx idrarun bil-akhar lima fihi min ibtal haqqi. Da bu so'dib bo'lgan turg'uloq qarshi taraf ikkilarning biri yenilish haqqi bor desak, bu yana bir tarafga ziyon o'g'irlik. Çünkü bu bo'lgan narsani, setib bo'lgan narsani rozi bo'lmasa undiradigan gap, bekor qiladigan. Bundan keyin uning haqqini bekor qilishdan iborat. Wan nasu yanfihi. Nas degan o'shada oyat hadis maqsad aslida. Hadisning aniq ko'rsatmasimi la darara va la darar degan bo'lg'achqa, agar biz
yeni vaz buldu deb qalsaq, qarşırık gəlzən olan bulmaz deb, Hanefi mazhabınınki düşünüşü müşür. Bunun da Hanefi mazhab bazı ayetlerini, hadislerini asas qilib turib, yani bazı bir sahih hadislarni qabul qilmagan. Vannas yanfi degan boshqalarning haqqini bekor qilishni ba'zi oyat hadislar nafiy qildi deydi. O oyat hadislar nima? Qaysi oyat hadislar? Masalan, ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. To'xtam turinglar dedi. To'xtam tutdimi? Tutdi. Endi nima qilgan bo'lsangiz, turing deb turishni vojib qilyapsa, yo'q, turmayman deb enishdi iborat mavdu. Bu nasga xilaf kelib qoldi demakchi. Shunami? Awfu degan buyruq vojibni ko'rsatdi. Xiyarul majlis ba'dab qalsaq, yenilish haqqi ba'dab qalsaq, awfu degan buyruqqa amal qilmoq bo'lmaydi deydi. Yani masalan, şu ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradun minkum degan baş oyatdami? Mesela tijaran taradun minkum qilib to'xtamlash, nima sodini tutkizdi. Tutkizgandan masalan tamoq sodisi qilgan bo'lsa, tamoqni ilib bilan bir nonni ilib, sod bitgandan keyin qancha tishlis bo'ldi-ku? Esi bo'ldi. Razılık bo'lg'acha. Undan keyin mush to'xtamning o'zi bilan sod bitib ketdi desa bo'ladi. Bu xalqancha tasarruf qilsa bo'ldi. Satdim, oldim deyish bo'lgandikilar tovarni bir taraf qilish sharti bor deymiz. Yani fi xiyarul majlis. Bu Hanefi mazhabining va Maliki mazhabining qarashi. Abu Hanifa'nın qarshi, İmam Malik'ten, Muhammad ibn Hasan al-Shaybani'nin, yana İbrahim an-Nakhai'den rivoyat qilingan. Bular bir tarafda, yana İmam Shafi'i, İmam Ahmad va Davud az-Zahiri qatorliq ulamalar, masalan, yana Abu Yusuf mushurlan bo'lishi mumkin. Al-Awza'i, Layth, Abu Thawr, tabi'inlardan Sa'id ibn Musayyib, Hasan Basri, yana Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu shunday rivoyat kelgan. Bular muttafaqun alayhi bir sayyid istayan. Mana va ma ruya fihi min al-hadith. Boshqalar dalil qilgan mushahid kelgan u hadis biz uni manda tushunamiz deb Hanefi mazhab va Maliki mazhab ta'wil qilgan. Zahirni olmagan. Bu hadis qaysi? Boshqalar dalil qilgan. Ibn Umar radhiyallohu anhu Buxoriy Muslimdagi bir hadisda rivoyat qildi. Al-mutabayyi'ani kullu wahid minhuma bil khiyari ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bay'al khiyar. Yana Hakim ibn Hizam radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda al-bayyi'ani bil khiyar. Al-bayyi'an yani al-mutabayyi'an. Yoki al-ba'i'an degan ma'noda. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما تبكيان سيمسلم برواية ما لم يفترقا يتفرقا يفترقا تبكيان أنا مش ما لم يتفرقا يعني ما لم يفترقا ديان مش لفظ ده لما اختلاف باشقا Nindin yapmış o. Hanefi mazhab ve ulavlan bil qarashkilar ma'lam yatafarraqa bil aqwal deb munda tushungan. Gap so'zni boshqaga o'tgan. U savdo masalasidan boshqa gaplarga o'tkazib ketgan bo'lsa, degandek munda tushungan. Bunda olgan bu tushunchaga asosan biyoqlashtiraydi deb boshqa gap shunday o'tkazib ketsa, bu chog'da tafarruq bo'lgan bo'ldi, qaytira olmaydi deb qaraydi. İmam Shafi'i ve İmam Ahmad ve başka ulamalar at-tafarruq bil abdan deb izohlagan. Yani ikkilan şu sorundan ayrılıp ketsa, ikkilanning badani bir yerdan shunda ayrılıp jiroqlashib ketsa, ondan so'lib tutadi. Bo'lmasa, ikkilan bir yerda turar ekan, qaytirib bir shaqqi bor deb qaradi. Ana Hanefi mazhab bu hadisni ta'wil qildi. Mana mahmulun ala khiyaril qabul. Ikkilan so'rilishib deyishayotgan chog'da bir taraf men satdim desa, qarshi taraf qabul qilish qilmaslik ixtiyori bor degan gap. Xiyarul qabul degan. Hakada qalahu an-Nakhai, ya'ni salaflardan İbrahim an-Nakhai mushtabi'i o'zida izohlagan. لأن قوله المتبايعان يقتضي حالة المباشرة. Çünkü المتبايعان degan bu so'zi sodini qilayotgan holatni ko'rsatadi. Ilm satim qilayotgan holatdagi kishini ko'rsatadi. وقوله ما لم يتفرقا أي بالأقوال. ما لم يتفرقا degani so'z bilan ayrılib ketgan ahvolda degan gap. لأنه يحتمله. Çünkü mo'shunda ta'wil qilsaqmi, uni ko'tirdi. فيحمل عليه توفيقا. Şuna ayet
va hadislarga zid gap qilmaslik uchun, bu maslashtirish uchun biz buni muvofiqlashtirib bunda tushunamiz. La darar va la dirar ya ayyuhallazina awfu bil uqud degan oyatda zid gap qilmaslik uchun bunda tushunamiz. Bunda ikki xil ehtimollik bor. Tafarruq bil aqwal, tafarruq bil abdan. Oyatda so'ralgan biz tafarruq bil aqwalga hamla qilsak zid gap qilmaydigan chiqdi demoqchi. Shafi'i va Imom Ahmadlar ikkilan shu birga turgan joydan ayrilib ketmagan muddatcha yenilish haqqi bor. Ya'ni xiyarul majlis sabitun lahuma hatta yatafarraqa bi abdanihima. İbn Umar radhiyallohu anhu so'd qilsa shunday qildi. Masalan, bir narsani so'dlashib qilgandan keyin boshqaga boradigan ishi bo'lmasmi? Ya ashadam bilan paranglish turish qilsan gap so'zlar bo'lsin boshqa. Shu so'd qilib atatin boshqaga bunday bir ketib anni keldi. U qilgani nima so'dni yenilish qilsangiz uzatdan bashar tanmaysiz endi degan. Xotirjam bo'lish. Atatin boshqaga ketib yana keldi. Yani tafarruq bil abdanni qilyaptim, endi xiyarul majlis degan gap yo'q deyish uchun. Tabi'lardan xili ko'p ulamolar mushtarashni tutgan. Ana Hanifi mazhab bilan oyat va hadislar bilan birga qiyosni dalil qilgan. Qiyos masalan nikohda oldim deplab jidamdan keyin shu so'rindan nikoh so'rin chiqmadim, yo'q, yeni oldimman desa qamlashmaydi. Bo'lmaydi deb. Oldim da nikoh bo'ldi. Bunun yeniliş yok. Bu soğudulma yeniliş yok. Dağılganda bir yerge mesela bu sahih bir hadisine iki xil ihtimallık var bir zahir boğanmış bir hadisine mataratta başka ayet hadislerinin zahirleri bilen bir kıyas boğan iken bunu ikine tercih kılışta olmalı iki xil qarashlı bulup var. Müşahit olsun. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etubu ileyk.